To'liqroq aytamiz. Bular mana 5 oy oldin olingan. Har biri mana ko'rib turibsizlar, har biri 100 kiloni tepasi. Ayniqsa manalar 120 kilo ham bo'lib ketibdi mana. Manalar bu tomonda qo'zilar. Qo'zilar bu tomonda ham kattalari bor ekan mana. Mana uni qarang, mana dumbani qarang, mana dumbani. Voy bu rosa yoqibdi. Kambikorim asal ekan, mana qo'zilar ekan, 2 oy oldin olibdi. 18 ming so'mdan olibdi 2 oy oldin bular. 18 ming so'm degan so'zi, 18 ming so'm qirg'iz puliga. 18 ming so'm degan so'zi biz pulga 7 dan bo'ladigan bo'lsa 2600 2700 dan olinibdi. 2 million 700 dan mana. Mana bular endi oldinroq 5 oy oldin olingan qo'ylar. Mana ularni qarang mana. Mana shu 5 oy oldin necha puldan oluvding 5 oy oldin? 18,5 hammasi bitta olingan. 18,5 dan mashalar ham 18,5 dan olinganmi? 5 oy oldin 18,5 degan so'z 2 million 700 ga to'g'ri kelar atrofida. Mana boquvdi qaranglar. Rahmat, zo'r boqibsan. Meni jiyanim bo'ladi, Ahror hoji. Yashaylar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi beradigan yemi bu O'zbekistonda yo'q. Bu qo'ylar hammasi sotiladi. Qur'on hayitga. Oladigan bo'lsanglar, olib qo'yaverasizlar, hayit kunlari olib ketaverasizlar. Mana shu Qorasuv rayoni Toshirov qishlog'ida Ahror hoji sentrda uyi. Mana olaverasizlar. Joylar yo'q bo'ladigan bo'lsa oldindan olib nima qilaverasizlar? Olib qo'yaverasizlarda hayitni 1, 2, 3 kunigacha mana shu yerda boqib turilaveradi. Arzon beriladi. Xudo xolasa kelishib olinadi-da. Dikan olib sotar emas. Kelinglar, savdo qilinglar, olinglar. Mana rosa qurvolliklarga bopda qo'ylar ekan. Rahmat e'tiboringlar uchun.